bugungi kunda shu xalqimizga ming bor rahmat. Mana shu chaqirimizga munosabat qilib hammalari kelib mana nimalarni tozaladi, ariqlarni tozalayapti, daraxtlarni oqartiryaptilar. Alloh bularni ishlarini rivojini bersin. Amin. Nima yaxshi niyatlari bo'lsa, xonadonlarda tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Mana o'tganlar ruh arvolari shod bo'lsin. Mana shu yerda mehnat qilib, mana setkalarni tortib, atrofini o'rab, hammasiga nima qilib bosh bo'lib, nima qildi mana o'g'illarimiz hammasilari Alloh taolo bularning rizqini ulug' qilsin, shularning parishon. Mana shunday ishlarni amalga oshirishda bular bosh bo'lib shu ishlarni tashkil qilyaptilar. Bularga ming bor rahmat. Mana jamoat raisimiz ham mana kelib bugungi nimada mana yo'l yo'riq ko'rsatib ishlarni bajaryaptilar. Alloh bularni hamma ishlariga o'zi bundan keyingi ishlarga Alloh rivojini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xalqimizga yana bir bor ming bor rahmat. Mana shu ishlarni tashkil qilib o'zlarini iste'dodli qilib shu ishlarni tashkil qilyaptilar. Chunki qaysi nimada bo'lmasin, qabristonimizni tozaligi, qabristonimizni obodonchiligi xalqimizning yuzi bo'ladi bu. Shuning uchun mana shu masalalarda bosh qosh qo'yishga hammalarga bundan keyingi ishlarda ham omad yor bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunga iste'dodli qilganlarni har doim xonadonlarda tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa amalga oshirishga Alloh o'zi rahnamolik qilsin. Rahmatga yo Alloh. Bal yigitlarimning ishlariga omadi kor. Assalomu alaykum. Raisa keldilarmi? Assalomu alaykum avlo ahli jamoat, Xitoy xalqi. Kelin nima bo'ladi? Mana sizlarni avvalambor hammalaringni ro'za Ramazon bilan, kirib kelayotgan Navro'z bayramlaring bilan hammalaringni tabriklayman. Mana Xitoy xalqi mana hashar uyushtiruvdi. Xalqimizga rahmat. Mana shuncha odam kelib xalq hasharini qilyapti. Xalqimizni ko'magi bilan mana tippalar sittalandi. Hamma ishlar amalga oshirilyapti. Sponsorlik qilganlarga ham ming rahmat. Rossiyadan mana pul tashiyotdi xalqimiz, ularga ham ming rahmat. Ularni hammasini jumla jahonni asrasin. Xitoy xalqini shu balalarini, xalqimizni hammasini Allohim o'z panohida asrasin. Ana so'z navbati Akbar aka. Rahmat. Assalomu alaykum hamqishloqlar. Mana bugun bizni mana shu masjid mazorimizda juda katta hashar bo'lyapti. Bu yerda mana o'zimizni Xitoy xalqi, Yangobod xalqidan juda ham katta yigitlar mehnat qilishyapti. Avvalambor mana shu yigitlarimizni hammalarini boshi og'rimasin. Rahmat. Ilohim amin. Mana shu mehnat qilyapti. Yahyoga ham rahmat. Katta Ishlar rahmat. hammasi Yahyoning boshchiligida bo'lyapti. bo'lyapti. Boshimizda turgan mana shu Yahyo bo'ldi. Bu ishlarni hammasini. Buni boshi og'rimasin. Xalqimizning hammasiga omad tilayman. Mana shu yerda yotgan mu'min musulmonlar joylari jannatda bo'lsin. Tiriklarimizni hammasini umri uzun bo'lsin. Ishlarini rivojini bersin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Bundan keyin mana shunaqangi ishlarimiz davom etaversin. Yigitlarimizga kuch-quvvat beraversin. Alloh rahmat. Hammaga rahmat. Mana Yahyoga ham rahmat. Sizlarga rahmat. Mana mahalla domkomlariga rahmat. Mana Puliyevga hammalariga rahmat. Assalomu alaykum hamqishloqlar. Bugungi katta hasharimiz bilan ko'rib turgan sitkalaringni shu boshida men va'da qilgandek shu 400 metr masofani qabriston atrofini sitka bilan o'rab shuni topshiramiz degandek. Mana shu bugunga kelib hashar yo'llari bilan mana shu sitkalarimizni mana rais jamoat qishloq domkomi nimalari bilan mana topshiraman. Mana qolganlari mana video syomkalarda o'zlari hammalarini ko'rib bordilaring. Shunga yana nima deyman? Aziz hamqishloqlar, mana sizlarga katta rahmat. Shundan nima qilganlaringga, xayriya ishlarini olib borganlaring hammalaringga rahmat. Mana bugun masjidimizda ham, qabristonimizda katta hashar bo'ldi. O'z hissalaringni qo'shganlaringga kattadan katta minnatdorchiligimni bildiraman. Mana bugundan e'tiboran mana Madaliyev Salim aka, amakim rais mahalla bo'ldilar. Bularni ham tabriklayman. Xudo xolisa birga ish olib boramiz. Yanada qishlog'imizni obod qilamiz degan umiddaman. Aziz hamqishloqlar, mana shunday ishlarni bosh bo'lganlaringga, hammalaringga rahmat. Qayerda bo'lsalaring ham sog' omon bo'lib, bunday keyingi ishlarga ham bundan ham yaxshi faoliyatlarni qilib
qishlog'imizni obodonlashtirishga yaxshi ishlaringizni qo'shishlariga tilakdoshman. Bundaykina yaxshi ishlarga bo'lishiga hamma yordam qilishlaringga iltimos qilaman. Sizlarga hammalaringga sog' salomat, mana ro'za kunlarda shunday ishlar bo'lyapti. Hammalaringga rahmat deyman. Mana ro'za Navro'z bayrami kelyapti, tabriklayman. Nimalarda ham yaxshi ishtirok etishlaringga iltimos qilaman. Rahmat sizlarga. Hammalaringga rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatlaganlaring uchun, podдержка qilganlaring uchun, ishonib shunchalik bizga yordam qilganlaring uchun hammalaringga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi ishlarga ko'rishguncha hammalarga salomat bo'linglar. Yashang yaxshi. Nimalarni bilan emas. Mana to'ylarga bo'lsinlar, guruhlar mana ba'zi. Mana bugungi katta asharimizda mana biz zaborni tarafga qarab o'tib ketdi guruhasi. Shunga guruhasi narxini nimalarga ko'rsatib, o'zi mana asosiy guruhasi qilingan rishotkalarimizni, arozdan seksiyalarni suvatga qilib ketishdi yaqinlarga. Mana ba'lama kelib mana mo'shunda xizmatda shag'allarni qo'yib mana hammasini mana hozirgi nimada suvlarni qazib, narigi yuqoridagi ishlarimizga shag'al, suv, kirali narsalarni mana nimamizni, qabristonimizni tepa qismi, mana past qismlari o'zimizda nimalarni ko'rsatib, ana tepa qismga keldik. Mana bu tepa qismi mana hasharda mana boshladi. O, narsa ungacha qilib boramiz. Havası hoşuna bana. Obodalashtirishlarda qabristonimizda ishlayapmiz.
Hamqishloqlar, mana bu pastki qismi mana bu prezident taraf, mana bu yerdan bo'lsa, bunaqasi yuqoriga to teppa qabristonning yuqori qismi qanday chuqurgacha bo'ynab ko'rsatilgan joygacha qilib bo'ldi. Mana shu mahalla domkomlari, mahalla domkomi, mana jamoat raisi nimalari bilan men ko'rsatdim hammasini.